Demak, programmamizni davom ettiramiz. Nima uchun mashqlar muhim? Bilamizki, tizza bo'g'imida, son chanoq bo'g'imida va demak, panja sohasidagi bo'g'imlarning orasida bizda tabiiy yog'lar mavjud. Bu yog'larning vazifasi ikkita suyakni bir-biridan ayirib turish va suyaklarning orasida tog'ay pardalar, tog'ay organlarimizni oziqlantirishdan iborat hisoblanadi. Artroz, gonartroz, koksartroz va boshqa, masalan, osteoporoz, revmatoidni artrit kabi kasalliklarda bizada tog'aylar zararlanadi. Mana shu tog'aylar zararlangan vaqtda juda ham ko'p holatlarda bemorlar har xil dorilar, reklama dorilari, kompaniyaning dorilarini qabul qilishadi. Ya'ni masalan Amerikadan kelgan glikozamin glikonlar deyishadi yoki qanaqadir aminokislotalar, har xil o'tlar yoki shunga o'xshagan preparatlar yoki bo'lmasam har xil damlamalardan foydalanishadi. Lekin shuni yoddan chiqarmanglarki, bu damlamalar, bu o'tlar yoki bu dorilarning hech qaysi mana shu artroz kasalligida yoki gonartroz yoki koksartroz kasalligida yemirilgan tog'ayni tiklamaydi. Chunki tog'aylar biz suyakka o'xshagan bo'lib 20-23 yoshgacha o'sishda davom etadi. Mana shu 23 yoshdan keyin esa bu tog'aylar o'sishni to'xtatadi. O'sishdan to'xtagan tog'aylarni biz hech qanaqa dorilar bilan tiklashimiz juda ham qiyin. Ya'ni siz juda ham katta mablag'ga har xil dorilarni ichishingiz mumkin. Mana shu dorilar lekin tibbiy amaliyotlarda yoki tibbiy sinamalarda 1 yil davomida 0,1% ga tog'ayni tiklashi o'rganib chiqilgan. Lekin endi nima qilsak bo'ladi mana shu tog'aylarni tiklash uchun yoki boshqa uchun? Agar tog'aylar tiklanmasa, qanday qilib og'riqlardan xalos bo'lishimiz mumkin? Tog'aylar tiklanmasa, demak biz yaqin kelib qolgan suyaklarni bir-biridan ochishimiz kerak. Yaqin kelib qolgan suyaklarni bir-biridan ochishimiz uchun o'sha mana shu yog'ni ko'paytirishimiz zarur bo'ladi. Bu yog'ni ko'paytirishni ikkita usuli bor bizda. Ya'ni o'sha bo'g'imni ichiga tayyor yog' suyuqlik jo'natish va mashg'ulotlar bilan mana shu yog'ni ko'paytirish. Bo'g'imni ichiga tayyor suyuqlik jo'natishni hammaga ham tavsiya qilmaymiz. Lekin mana shu mashg'ulotlar yordamida juda ham sinalgan, turli xil ilmiy isbotlangan ilmiy izlanishlarda o'z isbotini topgan mashg'ulotlar orqali biz bu o'sha har bir bo'g'im orasidagi yog'ni oshirishimiz va mana shu yog' hisobiga bo'g'imni oziqlantirishimiz va bizga million so'm turadigan har xil dori giyohlar, reklama dorilari, kompaniyani dorilari bera olmaydigan effektni biz uy sharoitida o'zimiz tekinga mana shu mashqlarni bajarib olishimiz mumkin. O'shaning uchun ham mashqlar juda ham muhim hisoblanadi. Bu programmada sizdan talab qilinadigan narsa har bir ko'rsatmalarga, talablarga o'z vaqtida bajarib, har bir ko'rsatmalarni bajarib, mana shu mashqlarni o'z vaqtida bajarsangiz, mana shu programmani oxirida siz o'z bo'g'imlaringizni juda ham katta mablag'larga olingan dorilarsiz ham juda ham yaxshi holatga olib kelishingiz, har xil og'riqlardan qutulishingiz, shishlardan qutulishingiz, mana shu bo'g'imlarda eshitiladigan qarsillash ovozlardan qutulishingiz, yengil hayotga, sog'lom hayotga qaytishingiz mumkin. Demak, bugungi mashg'ulotlar. Biz bugungi mashg'ulotlarimizni demak, yana har doimgidek bo'g'imlarni qizdirib olishdan boshlaymiz. Birinchi qizdirib oladigan bo'g'imimiz bu o'sha oyoq panja bo'g'imlari hisoblanadi. Buning uchun demak, bo'g'imlarni oldinga tepaga ko'taramiz, pastga, tepaga, pastga, tepaga, pastga. Bu 10 marta, 15 marta bajarilishi mumkin. Lekin har bir bemor o'z holatidan kelib chiqqan holatda balkim 3 ta, balkim 4 ta, balkim 20 ta ham bajarishi mumkin. Demak, tepaga, pastga, tepaga, pastga. Odatda 10 tadan bajaramiz biz. 1, demak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi shuni xuddi shu mashqni demak tepaga, ya'ni tashqariga bajaramiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi demak bo'g'imlarni ichkariga, tashqariga bukish amaliyotini bajaramiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 1 2 3 4. Buni ham 10 ta 15 ta bajarishimiz mumkin. Bu mashqlar o'sha asosiy mashqlar boshlanishidan oldin qizib olish mashqlari hisoblanadi. Keyinchalik, demak, ularni bo'g'imlarda qon aylanishini yaxshilab, atrofidagi paylar, mushaklarda qon yetib kelishini yaxshilasak, mashqlarimiz yana ham effektiv bo'ladi. Demak, mashqlarni bajarib, birinchi qizdiruvchi mashqlarni bajarib oldik. Keyingisi bo'g'imlarni limfatik, demak, kanallari bor. Ya'ni limfa tomirlari mavjud har bir bo'g'im atrofida, mushaklarda. Mana shu limfa oqimini yaxshilashimiz uchun qo'limiz yordamida bo'g'imlarni, demak, massaj qilishni boshlaymiz. Demak, tepadan pastga har bir bo'g'imning ustidan o'sha o'zimiz siqib turgan holatda tepadan pastga qilib bajarishimiz kerak. Bunda ham o'sha soni har bir bemor o'zini holatidan kelib chiqib 10 ta 15 tadan qilishimiz mumkin. Bu massaj o'sha siqib pastga qilish limfa tomirlarida limfa aylanishini yaxshilaydi va bizga ko'proq qon olib keladi bo'g'imlarimizga. Demak, keyingi oyog'imizga ham xuddi shu mashqni bajaramiz. Bu aytib o'tganimizdek, hamma bemor o'zini holatidan kelib chiqib, buni sonini belgilab oladi o'zi uchun. Keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqimiz, demak, bo'g'imlarni demak oldinga maksimal darajada cho'zish. Ya'ni o'tirgan holatda har bir tizzani maksimal darajada oldinga cho'zish mashqlari hisoblanadi. Cho'zgan vaqtimizda, demak, paylarimiz bor. Mushaklarning paylari har xil o'tgan, masalan, pastdan tepaga, tepadan pastga, bundan tashqari misklarimiz bor. Ya'ni bo'g'imlarning o'zini ichidagi paylar. Mana shu paylarda ham cho'ziluvchanlikni yaxshilash maqsadida, demak, maksimal cho'zgan holatda bajaramiz. Buni ham soni hamma uchun har xil, ya'ni odatda 10-15 marta takrorlash tavsiya etiladi. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqni, demak, har yana tizzalarni o'sha bukib yozish mashqlari, faqat tepaga. 1 2 3 4. Maksimal bukib, o'zimizga tortib, qo'limiz bilan yordam berib, demak, bukib yozamiz. Bu mashqlar nafaqat tizza bo'g'imi uchun, balki son chanoq bo'g'imi uchun ham juda ham foydali bo'lgan mashqlar hisoblanadi. Demak, 6 7 8 9 10. Keyingi oyoqqa o'tamiz. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, mashqlarni davom ettiramiz. Keyingi mashqimiz son chanoq va tizza bo'g'imi uchun. Tizzalarimizni yelka kengligimizga qo'yib olamiz va boshlaymiz. Demak, tashqariga 1 2, ozroq tepaga ko'tarib, yonga tashlaymiz. 1 2, ozroq tepaga ko'taramiz, yonga tashlaymiz. Bu mashqni ham 10 marotabadan 15 marotabagacha qilish mumkin. Undan kam, agar og'riqlaringiz kuchli bo'lsa, undan kamroq ham qilishingiz mumkin. Agar yengilroq sezsangiz, 15 tagacha sanab qilishingiz mumkin. Demak, 8 9 10. Keyingisi esa bu oyog'imizga bajaramiz. Demak, 1. Buni ham o'sha sal teparoqqa ko'tarib, yonga tashlaymiz. Bu mashqda ko'ryapsizlar, nafaqat tizza bo'g'imi, balki son chanoq bo'g'imi ham ishlayapti. Mana shu mashqning o'zida ham ko'ksar artroz, ya'ni son chanoq bo'g'imiga, ham gonorartroz, ya'ni tizza bo'g'imi artrozlariga ham
demak foyda ko'rishimiz mumkin. Sanab bajaramiz. Agar sizda mana shu mashqlarda qiyinchilik mavjud bo'lsa, shu mashqlarni qila olmayotgan bo'lsangiz, qo'lingiz bilan ham yordam berib, ya'ni mana shu qo'ling bilan ko'tarib yonga tashlash. Qo'l bilan ko'tarib yonga tashlash mumkin. Yoki uyingizda farzandlaringiz yoki bir qarindoshlaringizdan iltimos qilgan holatda sizga yordam berib, mana shu tizzadan yoki pastidan ushlagan holatda sizga yordam berib, bu mashqlarni qilishingiz mumkin. Keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqda demak mana shu oyoqlarni bir-biriga tekkizgan holatda va ochib yopish. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunda ham 10-15 ta qilamiz. Xo'p, keyingi mashqimizda o'sha yaxshilab o'tirib olgan holatda, tizzalarni bir-biriga biriktirgan holatda, demak, bir-birini bukib, bir yonga, o'ng tarafga, chap tarafga va o'ng tarafga. Chap tarafga, o'ng tarafga. Bu mashqni ham o'sha agar qiyinlik qilishadigan bo'lsa, qo'lingiz bilan yordam bergan holatda bajarishingiz mumkin.